Assalomu alaykum aka-ukalar, barobarlar. 28 yanvarda chiqqan 4 kilo 400, 4,5 kilo aka-ukalar. 5,5 kilo 5 kilo 200 bo'ladi aka-ukalar. Eslasalaring 2 kiloni Sezar degan xo'roz shartman sotganman aka-ukalar. Mana shuni seri ko'payasi edi. Bugun juna bu jonivorga rosa qiziqqan. O'ta yomon aka-ukalar bu. O'ta tez. Mana jonivor. Xudo xolasa bu 5 kilo 200, 5,5 kilo bo'lib o'ynaydi mana aka-ukalar. Toy yutgan Ramiz Beyda olingan cho'jalar aka-ukalar, hali bor olib kelingan mana jonivor. Adirda yurgan cho'ja aka-ukalar, haqiqiy musaffo cho'ja. Buni ham jonivorni ham Sezar deb qo'yib qo'ydim aka-ukalar. Sezar. Voy jonim, krasavchik yurchi. Mana aka-ukalar. Voy jonim. Mana tomosha qilinglar aka-ukalar. Lekin 5,5 kilolik xo'rozlardan bo'yi baland bo'lsa kerak. Mana aka-ukalar Sezar. Voy jonim. Voy jonim. Mana aka-ukalar Sezar. Tomosha qilinglar. Aka-ukalarni tomosha qilinglar bitta. Voy jonim, krasavchik. Mana aka-ukalar. Yaxshi pul bo'lsa beriladi aka-ukalar. O'ta polvon narsa. Aka-ukalar, mart cho'jasi, tanak cho'ja, hali olib kelingan cho'ja aka-ukalar. Haqiqiy rosmona mart cho'jasida bu jonivor. Xudo xolasa 4 kilo 600, 4 kilo 700 bo'lib o'ynaydi aka-ukalar. Haqiqiy mart cho'jasi. 100% 1000% tanak cho'ja aka-ukalar. Buni hamdana yaxshi puldan sotdi. Mana jonivor. O'ziga olib qo'ygan uyimchiydi, iltimos qilib yurib borib oldim-da buni aka-ukalar. Mana cho'ja aka-ukalar. Cho'jani ko'ringlar aka-ukalar. Tomosha qilaman. Voy jonivor. Haqiqiy 100 talik badan cho'ja. Mana cho'ja. Tomosha qilinglar. Aka-ukalar, zo'r tomosha qilaman, maza qilinglar aka-ukalar. 5 kilo 200. Xudo xolasa shu dumida qoldi xolos puli bor aka-ukalar. Ulab chiqdi bu jonivor. Yoshiga ko'rib o'tdi, krasavchik. 5 kilo 200. Mana xo'roz aka-ukalar. Xudo xolasa toyga o'xshagan xo'roz bu aka-ukalar. Voy jonivor. Tomosha qilaman, maza qilinglar aka-ukalar. O'ta yurib minib aynaladi aka-ukalar. 2 yomon o'raydi. Mana xo'roz aka-ukalar, yaxshi pul bo'lsa beraman. Voy jonivor. Haqiqiy urush qoldi, krasavchik. Mana ishtaha ham zo'rda bu jonivorda. Ko'ringlar aka-ukalar. Qo'ylar ham bak urush qolgan narsa. Voy jonivor. Bo'l baqa. Voy krasavchik. Mana aka-ukalar o'ta yomon, 5 kilo 200. Ay jonivor. Aka-ukalar, bu toychoqni ham oldik. Nechinchi yanvar dedingiz? Ramizbek? 28-chi. Mana aka-ukalar. Hozir kilosi necha kilo chiqdi? 4 kilo 450. Assalomu alaykum aka-ukalar. Aka-ukalar, bu tanachilarni ham oldik, xudo xolasa. 26-martda chiqqan aka-ukalar. Mana jo'ja. Voy jonivor. Mana aka-ukalar. Aka-ukalar, bu ham Rossiya Peterga chiqib ketyapti. Mana og'a, ayollarni ko'ring. Aka-ukalar, bu polvonimiz ham Rossiya Peterga chiqib ketyapti. Aka-ukalar, bu ham chiqib ketyapti Rossiya Peterga. Mana buni 4-inchisi bo'ladi. Mana xo'roz. Aka-ukalar, xolasa pochtalar hammasi Peterga chiqib ketadi. Aka-ukalar, 24-biletga chiqqan prizimiz. Mana xo'roz. Voy jonim. Aka-ukalar, 14-biletga chiqqan prizimiz. Mana jo'ja. Aka-ukalar, 39-biletga chiqqan prizimiz. Haqiqiy Taysonda bu. Aka-ukalar, 37-biletga chiqqan prizimiz. Assalomu alaykum aka-ukalar, barobarlar, xayrli kech, xayrli tun barchalaringga. Aka-ukalar, tanachi zo'r. Bekorchi bo'lgan zo'rdi, bugungi holat 4 kilo 200.
4 kilo 100, 4 kilo 200 orasida. Petno'da bir laqab, Petno. Aka-ukalar, o'sha qanotini ustida Petno'sin. Aka-ukalar ham tanasini urishib, tanashilarda bular hammasi. Mana jonivorlar. Birinchi bekorchisida shu aka-ukalar birinchi bekorchi bo'lgan.